Detsibelga bir vaqtlar men o'qigandim. Odamzod chidashi mumkin ekan 200 detsibel og'riqda. Lekin tug'ruq vaqtida 260, 250 bo'lar ekan. Shunga siz chidaysiz. Buni chidashga masalan birdaniga bo'lib qolsa, shok tushib qolasiz-da, bolaga shok bo'lib qoladi. Organizm tayyorlayapti. Так что jonim qo'rqmang. Normalniy holat bu. Hozir nafsiyaki случай mana bellaringiz og'riqlarning sababi yana bitta buyraklaring bo'lishi mumkin-da. Buyraklaringizni ham tekshirib beraman. Bu yoqda muammolar bo'lmaydigan bo'lsa, spokойно qabul qilamiz og'riqlar, хорошо? Bolajoningiz harakat qilyapti. Endi men harakat qilyapman. Bu menga kelishini kutganda sizni. Tipi уже qarang qimirlaganni qo'pachalari bilan. Qarang, bosh pastamish. Pasta, boshi ham pasta, уже kichkina chanog'ingizga malitas deydi. Shu sohaga kirish qismida turibdi bu. Mayli, tipa bo'lib turgan.